ko'rib o'tdinglar. Endi bu tarafdan hashay mahsulotlarni ishlatib tekshirib beramiz. Qoyalarni. Qattiq qoyamiz bu kirishini ochib qo'yamiz. Kirish tomon tunikasi. Yag'vor oling. Qalinligini ko'rsating buni hozir shuni maydalab qarang. Ha. Mana qalinligi. To'xtavasan. Dami chiqib qoladi. Ha, o'sha oldi. Bizlardan aytayli, xohlagan ekanmidi. Shunaqa nima qilsa Asagimiz Sizlar to'xtab turing. To'kamiz. Sizlar tayyormisizlar? Ha, buni. Ha, mana buni olamiz. Mana quruq hashagimizni ham chiqarib oldik. Mana bunga to'ka bir ko'rsataylik. Ko'rsating. Mana bunisi esa juda ham mayin holatda silosdan ham mayin. Umuman qusoq qilib kesmagan bu. O'rtada yog'ochini ham juda ham mayin qilib yuborgan. Bemalol bundan chiqqan hashay mahsulotlarni umuman chorvez isrof qilmaydi. Va qolaversa mana bu joydan chiqarib foydalanishingiz ham mumkin bo'ladi. Mana shuni olib qo'ysanglar, bu tarafdan hashay xonaga bemalol bosib qo'ysanglar ham bo'laveradi, bemalol. Xo'p.